alaykum hurmatli obunachilar. Mana mega semishka pistalarni eng zo'ri keldi. Eng zo'ri nomeralini. Mana urug'larni ko'rishingiz mumkin. Qanaqangi sifatli urug'lari. Ochganingizda ichida o'zini hujjatlari chiqadi. Обязательно dokumentatsiyalar bilan birga qo'shilib ichida tikilgan. Telefon qiladigan bo'lsangiz, batafsil hamma narsalarni tushuntirib beramiz. Megalarni kim ekadigan bo'lsa, tez ekib olinglar, ozgina kelgan bundan. Mana urug'ning holatini ko'rishingiz mumkin. Urug'i yiri, 100% hammasi yaxshi sifatli ko'karib chiqadi, original. T6 degan navi bu. Bizning O'zbekiston iqlim sharoitiga juda mos kelgan semichka urug'lari. Shuni tavsiya qilamiz. Ko'rishingiz mumkin urug'ni. Bemalol kimga ma'lumot kerak bo'lsa, video tagida raqamlarga telefon qilsangiz ma'lumot beramiz. Mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Qopi ochilgandan keyin ichida mana bunaqangi hujjatlari bo'ladi o'zini. Keyin buni vegetatsiya davri shu 100-110 kunga boradi. Hosildorligi 1 gektaridan shu 4-5 tonna gektardan xudo xolasa hosil olasizlar. Batafsil agrotexnika bo'yicha Telegram kanallarimizda.